Siyosatchilar ham qoyil qolasan. Shu kostyum burukni kuni bo'yi kiyib yurishadi. Boshladim. Hey, assalomu alaykum. Aniq bilaman. Siz siyosatga qiziqasizmi yoki yo'qmi? Liberalizm degan atamani hayotingiz davomida bir emas, bir necha marotaba eshitgansiz. Bir guruh insonlar bor, liberalizmga rivojlanish yo'lida najot sifatida qaraydi. Yana bir guruh insonlar bor, uni din va madaniyat uchun katta xavf deb biladi. Va shunday bir guruh borki, ushbu atamani to'liq ma'nosini bilishmaydi. Xo'p, qaysi qarash to'g'ri? Liberalizm qanchalik najot yoki qanchalik xavf? O'zi liberalizm nima va O'zbekiston uchun u qanchalik kerak? Ha, siz siyosatga aralashma degan gaplarni ko'p eshitgansiz. Lekin tayyor turing. Bugun ushbu videoda siz bilan siyosatga aralashamiz. O'zbekiston g'arb davlatlari bilan tengma-teng raqobatlashishga qodir davlat bo'lishni istar ekan, g'arbni yuksaltirgan liberalizm g'oyasining barcha tamoyillarini to'la qabul qilishi kerak yoki yo'q? Bu O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, to'g'rirog'i uning logotipi. Partiya tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lib, 2003-yil tashkil topgan. O'zbekiston tarixida ilk bora aralash saylov tizimi asosida bo'lib o'tgan 2024-yil 27-oktyabrdagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va Xalq deputatlari kengashi deputatlari saylovida ushbu partiyaga 14,946,171 nafar saylovchi orasidan 5,194,041 tasi ovoz berish natijasida g'alaba qozonib, Qonunchilik palatasida asosiy o'rinlarni egalladi. Ha, raqamlar bilan biroz boshingizda ortim keldi. Partiyani dasturi bilan uning rasmiy saytida tanishishingiz mumkin. Albatta, video ostida uni havolasini topasiz. Lekin maslahatim, video tugagandan keyin o'tib o'qib oling, agar erinmasangiz. Liberalizm lotincha liberalis so'zidan kelib chiqqan bo'lib, erkin ma'nosini bildiradi. Disclaimer: siyosat yunoncha va lotincha atamalardan tashkil topgan kokteylga o'xshaydi. Bugun bunday atamalarni ko'p eshitasiz. Liberalizm individ, ya'ni insonning erkinligi, siyosiy va ijtimoiy jihatdan tengligini, diniy va madaniy va mafkuraviy jihatdan erkinligini ifodalovchi siyosiy mafkura. Ushbu g'oya 17-18 asrlarda G'arbda vujudga keldi. O'sha davrlarda aholining asosiy qismi nochor, hukumat monarxning xohish istaklari ustiga qurilgan, asossiz cheklovlar ko'p, din va davlat inson ustidan to'la nazoratni o'rnatgan davrlar edi. Bunday erkinlikning keskin cheklanishi yangi liberalizm g'oyasining vujudga kelishiga turtki bo'ldi. Ha, bu davrda liberty, ya'ni erkinlik g'oyasi shakllandi. Shunga qaramasdan turli olimlar bu g'oyaga turlicha ta'riflar berishdi. Shu o'rinda sizga savol: siz uchun erkinlik nima? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ijtimoiy jihatdan liberalizm inson xatti-harakatlariga, xohish istaklariga boshqa bir insonlar tomonidan taqiqlarning bo'lmasligi bo'lsa, siyosiy jihatdan liberalizm davlat qo'yayotgan qonun-qoida va cheklovlarda ma'lum bir asos, ya'ni adolatning bo'lishi. Misol uchun, siz chiqindini xohlagan joyingizga tashab keta olmaysiz. Bunga qonuniy javobgarlik belgilangan. Agar siz chiqindini xohlagan joyingizga tashab ketishni boshlasangiz, tabiatga zarar yetadi. Va tabiatga zarar yetsa nima bo'lishini ko'rib bilib yuribmiz. Yoki saylovdagi yosh sensi. Inson aqliy jihatdan to'la shakllanib bo'lib, saylovning ahamiyatini anglab, to'g'ri qaror qabul qila oladigan yoshga yetmaguncha unga saylov huquqi berilmaydi. Saylov davlatning taqdirini hal qiladigan jarayon bo'lganligi uchun ham uni hali aqliy jihatdan to'la shakllanib bo'lmagan insonlarga topshirish xavfli. Misol uchun, 10 yoshliman, saylovda qaysi partiyaning logotipi chiroyli bo'lsa, o'shanga ovoz berishni xohlardim. Qo'limda O'zbekiston Respublikasi Davlat Konstitutsiyasi yangilangan nashri. Ha, bunaqa chiroyli muqovalisini topish uchun anchagina mehnat qilib biror joylarga yugurdim. Albatta, bu harakatlarim besamar ketmaydi degan umiddaman va bu uchun siz albatta videoga like bosib, kommentariy yozib qo'yishingiz kerak. Xullas, ushbu konstitutsiyaning 12-moddasida hech bir mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Lekin sizga bir gap aytsam,
Aynan ushbu g'oyaning o'zi ham liberalizm mafkurasining bir bo'lagi. Nega deganda, liberalizm mafkurasi sizga mafkuraviy erkinlik taqdim etadi. Ajoyib, to'g'rimi? Qiziqarli. Keling, mafkura aslida nima ekanligiga ham birroz to'xtalib o'tsak. Mafkura arabcha so'z bo'lib, sizning qadriyatlaringiz, maqsad va orzularingiz, dunyoqarashingizni ifodalovchi bir so'z. Yuqoridagi ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, mafkurasiz inson yo'q va hammaning mafkurasi turlicha. Bir muammoga hamma har xil yechim ko'radi. Siyosiy mafkura esa o'z-o'zidan ushbu so'zni siyosatga ixtisoslashtirilganidir. Davlatni boshqarishda qanday qadriyatlarga tayanish kerak, qanday vazifalarni ustuvor qilib belgilash kerak va muammolarga qanday yechim berish kerakligini ifodalovchi g'oyalar tizimi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi kabi boshqa partiyalar ham o'zining siyosiy mafkurasiga ega va buni ular sizga sotishga harakat qiladi. Savdo o'xshasa, ular hokimiyatga erishadi, sizning esa qaysidir muammoingiz hal bo'ladi. Muhimi, ular sizni ishontira bilishi kerak. Oddiy bozor qoidasi. Bugungi kunga kelib, mafkura sotuvchilarni o'nglar va so'llar yoki markazchilar deb atalishini eshitgandirsiz. Xo'p, siyosatda bunday o'zbekcha atamalar qayerdan paydo bo'ldi? Keling, shunga oydinlik kiritamiz. Buning kelib chiqishi 1780-yillar oxiridagi Fransiya assambleyasiga borib taqaladi. Assambleya davomida turli mafkura egalari o'zaro urushib ketmasligi uchun ularni qirolning turli tomonlariga o'tkazishgan. Konservativ, ya'ni an'analarga sodiq g'oya egalari qirolning o'ng tomonida o'tirishgan. Monarxning so'l, ya'ni chap tomonida esa islohotlar va yangilik tarafdorlari joy olishgan. Har ikkala g'oyani ma'lum qismini o'zida jamlagan guruh markazda o'tirgan va shundan boshlab so'llar davlatning ta'sirini kamaytirishga harakat qiluvchilarga, o'nglar esa uni saqlab qolishga harakat qiluvchilarga nisbatan qo'llaniladi. Markazchilar esa o'sha ikkalasidan o'zlariga ma'qul qismini olishadi, qaysidan ko'proq olishiga qarab markaz o'ng, markaz so'llarga bo'linadi. Sezib turganingizdek, liberalizm ham so'l oqimiga kiradi. Negaki uning asosiy g'oyalari jamiyat hayotida davlatning o'rnini pasaytirishdan iborat. Qonunlar ishlashiga davlatni mas'ul qilib qo'yish, xalqning xavfsizligini ta'minlash yoki Adam Smith ta'biri bilan aytganda, davlatni tungi qorovul vazifasiga o'tkazish liberalizmning asosiy g'oyalaridandir. Klassik liberalizm dastlab xususiy mulk va erkin savdo huquqini e'tibor markaziga olgan bo'lsa-da, keyinchalik rivojlanib, boshqa sohalarga ham kirib borgan. Uning asosiy g'oyalarini mashhur faylasuflar John Locke, Charles Louis Montesquieu, Adam Smith va John Stuart Mill kabi mashhurlar ishlab chiqishgan. Negaki liberalizm faqatgina siyosiy mafkura bo'libgina qolmay, falsafiy g'oya ham. Ushbu g'oya negizida inson erkinligi, uning tashqi, sun'iy yaratilgan cheklovlardan yiroqligi yotadi. Bu borada John Stuart Mill inson o'ziga nima kerakligini har qanday hukumatdan ham yaxshiroq biladi degan so'zlari mashhur. Ammo falsafa va inson tasavvuri chegarasiz va ba'zan dahshatli hamdir. Ba'zi bir guruh insonlar liberalizm taqdim etayotgan erkinlikni shu qadar bo'rttirishadiki, hayotning barcha sohalariga uni tatbiq etishga harakat qiladi. Shunday bir guruh insonlar borki, davlatni bo'lishi kerak emas, erkin bozor iqtisodiyoti barchasini o'z iziga soladi deb hisoblashsa, transhumanistik liberalistlar inson agar qodir bo'lsa, o'zining biologik jinsini ham o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. Menimcha, nimani nazarda tutdim bildingiz. Shunday bir guruh insonlar borki, din qo'yadigan muhim qoidalar va cheklovlarni o'zining shaxsiy erkinligini buzilishi deb hisoblaydi. Yana bir guruh insonlar o'zining shaxsiy manfaatlarini jamiyat manfaatlaridan ustun biladi. Ammo ultraliberalistik oqimni hisobga olmasa, davlat siyosati va iqtisodiyoti uchun liberalizm anchayin maqbul yechim va bu g'oya asrlar davomida rivojlanib bormoqda. Klassik liberalizm davlatning rolini minimal darajaga tushirish, britaniyalik yozuvchi Thomas Paine ta'biri bilan aytganda, government is a necessary evil. U inglizcha gapirgan, o'zbekchada hukumat kerakli yovuz degan g'oya va undan tashqari iqtisodda erkin bozorni yaratish ko'zda tutadi.
Bunda ko'rinmas qo'l barchasini me'yorga keltirishi ta'kidlanadi. Ko'rinmas qo'l Adam Smithning 1776-yilgi Millat boyligi asarida ilgari surgan asosiy g'oyalardan biri bo'lib, unga ko'ra tadbirkorning savdoni yaxshilash uchun sifatni oshirishi va narxni maqbullashi, raqobat esa bu jarayonni uzviy doirada davom etishini ta'minlaydi degan fikrni ilgari suradi. Shu tariqa monopoliyalar yuzaga kelishini oldini olishmoqchi bo'lishadi. Bilib turganingizdek, klassik liberalizm bejizga klassik emas. Unda ham kamchiliklar bor edi. Vaqtlar o'tishi bilan neoliberalizm, ijtimoiy liberalizm va shu kabi yangi liberalizmning yangi oqimlari uni to'ldirishga harakat qildi. Klassik liberalizm shuni ko'rsatdiki, davlat ko'rsatishi mumkin bo'lgan majburlov kuchi bosimni korxona egasi o'z ishchisiga berishi mumkin. Past maosh, yomon tibbiy xizmat, boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutning yo'qolishi ijtimoiy liberalizmni kelib chiqishiga olib keldi. Bu oqim davlatni aralashuvini qisman tiklaydi. Ijtimoiy himoya, tibbiy xizmat, ta'lim kabi sohalar davlat nazoratiga o'tishini ko'zda tutadi. Neoliberalizm yoki zamonaviy liberalizm davlatning bozorga aralashishini cheklash bilan birga bu borada islohotlar qilib borish, jumladan xususiylashtirish, soliq islohotlari, bojxona islohotlari, erkin xalqaro savdo kabi islohotlarni talab qilib maydonga chiqadi. Ammo bu hayotning bir oltin qoidasi bor. Hech narsa hech qachon mukammal bo'la olmaydi. Shu jumladan liberalizm g'oyasi ham. Konservatizm, neokonservatizm, sotsial demokratiya, feminizm yoki ekologik mafkura. Mafkuralar ko'p va ular liberalizmni tanqid qilib, u kam e'tibor qilayotgan turli xil muammolarni yengillashtirishga, ularga yechim berishga harakat qiladi. Shu o'rinda ekologik mafkura yoki feminizm kabi g'oyalarning bugungi kunda O'zbekistonda ham keng yoyilib borayotganligiga hammangiz guvohsiz. Mafkuralar ko'p va bular haqida ham alohida sonlar chiqishini xohlasangiz, kommentariyada plus yoki vergul yoki xullas har qanday ishorani qoldirib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz, qaysi mafkura siz uchun qiziqligini yozib keting. Shu o'rinda e'tiboringizni ekologik mafkuraga qaratmoqchiman. O'zbekiston hududida ekologik mafkuraning davlat siyosati darajasiga erishganligiga ekologik siyosiy partiyaning tuzilganligi, 2025-yilni atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb nomlanishini keltirishimiz mumkin. Jamoamiz nomidan sizga bir iltimos va talab. Davlatdan qandaydir mo'jizalar kutishni o'rniga atrof muhitni asrashni o'zimizdan boshlaylik. Shunaqa gaplar. Videoga like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Qandaydir xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ularni ham kommentariyada yozib qoldiring va albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying, takshto keyingi videolarda sizni fikringiz qanchalik inobatga olinib, o'sha kamchilik va xatolar tuzatildi deb bilib olishingiz mumkin. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, xullas hammasini o'zingiz yaxshi bilasiz. Shunaqa gaplar. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling va hech qachon hayot so'rashdan charchamang.